to'xtatdi qaytamiga tayyorgarlik ko'rayotgan futbolchini. Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan so'ng gol urdi. Standartlarga urg'u beryapti. Va ko'rdikki, juda ham oddiy kutib oldi to'pni Shri Lankaliklar. Biz standartlarda bunday holatni ko'p bora ko'rishimiz mumkin. 12-raqamdagi futbolchi Gita Rana gol muallifasi. Takroriy lavha hozir bizga namoyish etiladi. 1-0 hisobda adashib ketmasak bo'lgani. Hali boshlanish bu. Mana ko'rdingiz. Hech kim qaragani yo'q. 9 nafar oq libosdagi futbolchini ko'rishingiz mumkin mana shu kadrda. Lekin ana shu 9 nafar futbolchining birortasi raqibni to'xtatishga urinmadi. Aniqrog'i to'xtata olmadi.